Assalam, kitap okuş munberiga hoş geldiniz. Hazır Halide İsrail'nin Keşmiş namlıq romanını okuşunu davamlaştırımız. Okuşunu başlaştığın ilgiri bir iki noktanı ta'kidlab ötkün ba, o bolsumu tönögün Assalam deb kirgenden keyin xayr xoş deb to'xtamay qoldim. Sebebi bütün diqqatim bilan o'qib, uzun o'qib ketibdim. Shu sabablik orliqni kesib etdik. Xayr xoş degan uzilib qoldi. Şunuşqa özür tilayman. Kechiringlar. Ondan başqa kitap o'qish munberimizga mushtari bo'lib, bizning asarlarimizga diqqat qilayotgan qarindoshlarga rahmat aytish bilan bo'libmi bu romanni o'qishni e'lon qilgandan keyin men ilhom madadlarni berib, ushurlarni avatgan qarindoshlarga rahmat. Ondan siz texi mushtari bo'lmagan bo'lsangiz, darhol mushtari bo'lib oling. Yani birisi bizningki to'g'ri betimiz butunlay haqsiz. Buni bilib qo'ying. Buningdan boshqa yana bir qarindoshimiz bu asarninki ilgari boshqalar tarafidan o'qilib bo'lganligini, buning o'rniga bir o'qilmagan bir asarni o'qigan bo'lsa yaxshi bo'ladi degan fikrda bo'libdi. Bundaq o'ylash balkim siz uchun muvofiqdir, lekin men uchun men undaq deb qaramayman. Chunki bir naqshini nurg'un odamlar aytadi. Bo'libmi bundaq bir romanni ro'yobga chiqarish undaq oson emas. Belgilik talant bo'lish kerak, ma'lum darajadagi saviyangiz bo'lish kerak. Mushlar bo'lgandan keyin vaqt, energiya chiqarib, ondan bir asarni, bir romanni bitirgili bo'ladi. Shunga bu qitim men o'qiy, men bitirgandan keyin yana boshqalar o'qisin. Meningcha buningga bir narsa deyishninki faqat bir zaruriyat yo'q. Andan boshqa eng oxir degan ta'kidlab qo'ydiganim, ba'zilar bizning kitap o'qish munberimizdagi asarlarni yulib ilib, uningga ancha-muncha rasmlarni qo'shib, o'zlashtirib, o'zining torbatlariga qo'yibdi. Bu degani ayt bir adabsizlik. Adabsiz insonlar jirginishlik bo'ladi. Undaq bo'lmang. Agar ishlatmoqchi bo'lsangiz bizdan so'rang yoki bizni kitob o'qish munberining nomida tarqiting. Yalqin Ro'zning vatanparvarlik haqidagi bir asarni o'qigandim. Orliqda birisi Yalqin Ro'zning asri degan, ya'ni dinmo atash, ya'ni kesib ilib etib, vatanparvarlik degan temadan boshlab o'qibdi-da. O xuddi oxirida Nuriya Rahman shu asarni yozgandek bir xil ta'sir paydo bo'lib qoldi. Yo'q. Undaq emas. Shuning uchun bundaq ishlarga diqqat qilaylik. Avtor huquqi diqqat qilaylik, kishilarning amgigiga hurmat qilaylik. Bo'ldi, jiq gap qilyaptim ha. Unda qotillaydi bu xonim deb qolmanglar, yana romanga kelaylik. Xo'sh, tunug'inki asrimizda tunug'in anglatqanimizda Qutlug' hojim yo'qab ketib 40 yildan keyin to'g'riqlikqa qaytib keladi. Onun deb berishicha shu vaqtda, shu kechasi nihoyatda qattiq bo'ron chiqqan, podlarini yo'qitib qo'ygan. Keyin Qutlug' hojini shu yerdan o'tgan karvonlar qutqizib oladi. Qutlug' hoji shular bilan birga nurg'un jurt ellarga boradi, haramga berib hoji bo'ladi. Ammo o'zining kindik qini to'kilgan shu ona yurtini aslab 40 yildan keyin yurtga qaytib keladi. Bu chaqlarda To'xtaxon xeyli yoshga kelgan bo'lib, 118 yoshida olamdan o'tadi. Qutlug' hoji orliqda bir tul cho'kan bilan nikohlashib, onundan bir o'g'illik bo'ladi. Onunga Abdulkarim deb ism qo'ydi. Xo'sh, amsa romanimizni davomlashtiraylik. Qutlug' hoji mushu qurlarni putib, oradan birer ay o'tganda qumliqqa yurib ketgan 10 necha odamdan 3 qaytib keldi. Ularning ikkisi parang, biri yerlik to'gichi edi. Ularnımı qo'ychilar qumluq girbekidan tepib elib, so'gat shexida to'qigan gajiviga selib ilib keldi. Bu yillarda Oyshan Baxshi allaqachon o'lib ketgan bo'lib, uning ishini yolg'iz o'g'li davomlashtirib o'tadi.
Kishilar uni Qurban baxshi deb ataydi. U chiroyi qaramtul, tembel, sal mükchiyib, beshini yerdan ololmay mangdigan odam edi. Anda sanda beshini ko'targanda bo'lsa, börtib chiqqan manglayi bilan yangoq so'ngaklari orsidagi cho'nqur ko'zlari jetqushning ko'zlaridek parqirab ketadi. Oliyib surlik qarashlari, qo'pol, g'aram-g'urung ovozda varqirab so'zlashlari onasining o'zi edi. Paranglar uning parvish qilishi bilan tezlab mag'durga keldi. Ular saqiyibla baxshining yiltiz qaynatmasi bilan ko'milash dorisiga qiziqib qoldi. Baxshiga badavlat tarqatgan tanga pullardan berib, ham uning mahbiyatligini qattiq saqlash shartini qabul qilib, dorilarning tarkibini xotirlab elishdi. Hammadan ularga peri o'yintish nihoyat qiziqarli tuyuldi. Peri vaqtida ular baxshining buyrug'iga itoatmanlik bilan bo'ysunishadi va dop chilinishi bilanla olatog'il dasab usulga tushib ketadi. Putqollari uzun, kalampay kelgan bu odamlarning usul o'ynagandagi holati nihoyat kulkilik ham bichor ko'rinadi. Agar baxshi o'g'itishni rad qilmagan bo'lsa, uning bu hunari buyuk Britaniyaliklarni cho'qim hayron qoldirgan bo'ladi. İki ekspeditsiyachi mahallada xil uzoq turdi. Ular mahalladagi qiyirlar bilan to'liroq Qutlug' hoji bilan paranglashadi. Uşaq balalar ularning kayindan chiqmay yuradi. Mahalladagilar ichida ko'k ko'z, yeshil ko'z ham cheqir ko'zlar bor edi. Lekin bu qadar ochiq, uzil kesil ko'k ko'zlar dehqonlarni hayron qoldirgan va hayajonlantirib qo'ygan edi. Ular Moşu ikisinin közü mü bizning ko'zimizda o'tkirmidi? Osmon ularga mı? Ko'k gül ularga mı? Osmon ularga mı ko'k? Gül ularga mı qizil ko'rinamdigandu? deb so'rashadi. Paranglar elib yuradigan durbun, kompas, chaqmoq teshi, miltiq degandek narsalar ularni havaslantiradi va qo'rqitadi. O narsalarni silab beqishni yoki qo'liga ilib ko'rib beqishni orzu qilishadi. Paranglar bo'yniga esib yuradigan qildak inchki tillari chik-chak qilib mangadigan qo'yin soati ularga nihoyat qiziqarli tuyuladi. Paranglar kun tik bo'lganda inchik tillarning tik bo'ladiganligini ko'rsatib, soatning vaqtni to'g'ri ko'rsatadiganligini tushuntirganda, sal chechanrak odamlar darhol gapning tegiga yetib, "Yo'prim, bu parang degan shaytonning o'zi ekan. Xudo yaratgan vaqtni kichikgina qutining ichiga so'lyapti emasmi?" deb ketishadi. Paranglarning biri masjid oldidagi odam ko'p yig'ilgan so'rinda qo'ynidan oltin yaltilgan kichik bir loy haykalni chiqarib kishilarga ko'rsatganda hammasi cho'chib ketishdi. Hatto ko'zlariga ishonmay qoldi. Uning rostdanla qadimiy shahardan ilib kelingan narsa ekanligiga ishonganda bo'lsa, paranglar bu haykalni qandoq qilib ilib kelargandu? Qadimiy shaharning sehri karomati kofirlarga kor qilmamdu ya deyishib yaqinlarini tishlaydi. To'g'raqliqda yosh vaqtlarida yo'lvoz, yilpiz ovlagan Hoshimoxon ismli usta palvon bor edi. Paranglar Hoshimoxonga qiziqib qelishdi. Bo'libmi ovchilikqa havas qiladigan qo'ng'irchash, tambalrak kelgan bir parang doim Hoshimoxonni izlab berib, yo'lvosni qayerda uchratganligini, uni qandoq ovlaganligini zerikmay so'raydi. U Hoshimoxon boshliq yerlik ovchilarning boshlashi bilan bir necha qitim ovga chiqqan bo'lsa-mu, ta'li o'ngdan kelmadi. Oxir xotiri uchun Hoshimoxondan bir parcha yo'lvos terisi setib oldi va yurtiga qaytganda uni mehmonxonasining temiga esib qo'ydiganligini so'zlab berdi. Paranglar safarga chiqqudek bo'lganda tayyorlikni taq qilib, dehqonlardan setib olgan ot to'gilarga
yük taqılarını artıp, keyin yana keladiganligini aytib, mahalladagilar bilan xo'shlashdi. Dehqonlar bir necha oydan beri o'zlari oshnan berib boqqan, atdigan oqshomlari sharat bilan paranglashib o'ginib qolgan bu kishilarni qiyolmagan holda uzitib chiqishdi. Ular ketib, xeyli kungacha ularning kichik boladek sodda ham tuzligi, xiyoliga kelganni yoshurmay daverdiganligi, shahardan kelgan baglardek holi yo'g'onlik qilmay nima bersa yaverdiganligi, çamğur, kahve to'g'rab etgan umashqa naqadar amroq ekanligini so'zlashib yurishdi. Bir qitim Qurbon baxshi ularning gapini bo'lib, g'aram-qurum ovozda: "Parang degan soddimikin, yavaşmikin? Jahonda hiyligar haq u. U haqning xiyoli sili bilan bizdek go'li odamlarni aldab, ov qumliqdagi mal dunyoni elib elishdi. Qarab turinglar, ular texi nech keladi. Ashu yerdagi dapni dunyoni tugatmagicha bo'ldi qilmaydi. Parang deganga bizdek qora turk odamlarga tang kelolmaymiz. Ovu badolat bilan chin podshohimi tang tura olmaydi" dedi. Shundoq deb etib, ko'zlarini olaytqinicha xuddi paranglar uning o'chini ilib berdigandek zaharxandalik bilan atrofdagilarga qarab chiqdi. 30 yoshga kirgicha o'yinolmay, mahallaning chetidagi onasidan qolgan ko'ni kapida jindek yolg'iz yashaydigan bu banda nemishqidir odamlarga o'shlik qiladi. Qiz-cho'qonlarni ko'rganda bo'lsa, yerginishdan chiroyini purishtiratdi. Kishilar uni g'oyibdan o'ylanganmish, kunda oqshimi to'nglikdan kaptar suratlik bir jin baxshining uyiga uchib kirib ketarmish. Uyga kiribla, ayolga oyinib, qozonga un chalg'ash, 2 putini qalab baxshiga osh etib berarmish. Deyishatdi. Yana ba'zilar Qurbon baxshi kechasi no'g'ushqa minib uchib yurarmish. Ko'z yumib ochqicha ko'hi qapqa berib kelarmish, deyishatdi. Ayollarga o'sh bo'lganlikdanmikin, uning jadu ustqulari onasinikidek ta'sir qilmaydi. Lekin uning o'yg'oq turib tush ko'rayotgandek varqirab qiladigan so'zlari to'g'ri chiqib qoladi. U shundoq varqirab so'zlab, yutgan narsalarni tepib beralaydi. Kishilarning taqdiridan oldin bishorat beradi. Uning paranglar to'g'risidagi so'zlarimi to'g'ri bo'lib chiqdi. Keyingi yillarda to'g'raqliqqa inglizlarmi, o'rislarmi, fransuz, yaponlarmi, xanzolarmi keldi. Kelgandimi oyig'i uzilmay keldi. Ularning ba'zilari keyin to'g'raqliqda yana paydo bo'ldi. Ba'zilari bir ketgancha ko'rinmadi. Qaytib kelganlari to'g'ilab, sanduqlab nimalarnidir ilib keldi va yana to'gilarga yuklab ilib ketishdi. Sanduqdagi narsalarni ba'zilar oltin kumush ekan desa, ba'zilar but sanam, ko'z ko'mzak, ko'ni kitob, rasm degandek narsalarmish deydi. Hamma odam parang deganmi qiziq haqkan. Otam zamonidan qolgan oshu ko'z ko'mzak, but sanamlarni nima qiladigandu deb hayron bo'lishadi. Har xil parazlarni qilib tegiga yetalmisimi, o'z yurtidagi narsalarni kimlarning e'tiborlab, bulab-talab elib ketayotganligidan andishiga tushib kelishdi. Oxir yana butparast narsalari dinsizlar bilan nisoralarga halol, musulmonlarga harom deb ko'ngillarini taskin topqizishdi. 5. bab. Illiq, tinch kuz kunlarida to'g'roqliq
go'yo tutash ketgan mavj urib turgan oltin ranglik do'lqin ichida chayqalayotgandek ko'rinadi. Bu bir xillikni buzib turgan itizlardagi yangidan unib chiqqan yop-yeshil ko'zga bug'doy maysilari bir necha kun qaysarlik qilib boqdi-da, oxiri tan berib, asta-asta bu cheksiz seriqlik ichiga qo'shilib ketdi. Sarg'aygan bog'larda kuz optipi voyaga yetkizib pishirgan yal yemishlar, etizlarda sarg'ayib pishgan, to'pi basgan qo'noqlar atrofga mast qilg'uchi puroqlarni tarqitadi. Sarg'ush o'tchib basgan etiz dalalar bilan mahalla o'tirsidagi agri to'qay yo'llarda liq saman, o'tchib besilgan ko'tak harvalar asta mengishidi. Etiz ishidan az to'la bo'shagan odamlar bo'lsa, illiq, rahat baxish kuz optipiga qoqlanishni Xudoning ne'matlaridan huzurlanish deb biladi. Shunday kunlarning birida tushdan keyin og'ichidongda kuz optipiga qoqlanib, bosh beqishib o'ltirgan ikki ayol qumliq o'tirsidagi harv yo'lida mahalla taraf qarab kelayotgan bir odamning qarasini ko'rib qoldi. Uni oqro'malliq cho'ng yoshlik ayolning tizig'a beshini qo'yib, yenicha o'ltirgan yosh ayol avval ko'rdi. "O, bu yerda bir nimaning qarsi ko'ringandek qiladi. Odammi ya?" U beshini hamrohining tizidan elib, cho'vulib ketgan sochlarini o'ngshab, beshiga ro'milini ortib oldi. İkki ayol tangla qo'llarini peshonasiga qo'yib, jimirlab turgan poyansiz qumliqda xuddi bir tal arg'amchidek so'zlib yotgan yo'lga, u yerda tavrinib, midirlab turgan nimaningdir qarasiga tikilib qarashdi. Qaraverib, ko'zlari talganda, yosh ayol yana: "Odam ekan, mahallaga qarab kelyapti-du", dedi. "Bu oy bu kunlarda bir kim kelmaydi. Kimdi u?" dedi ahromalliq cho'ngroq ayol. Ular uning kimligini paras qilishga urinib, uzoqcha qarab o'ltirishdi. "Hojining tuqqanlaridan birarsimikina?" "Yo'q, ular tehi yaqinda kelib ketmadimi?" "Heliqi uzun pochoqlarning birarsimidi ya?" "Ular qerib qoldi, safarga chiqolmas bo'lib qoldi." Qara bargan seri zo'rayib, uning egiz bo'yliq, choch soqollari o'sib ketgan, juldur kepan biri er kishi ekanligi, uzun tayoqdek bir narsani mo'risiga ortib olganligi ayon bo'ldi. "Soil ekan, nemanchilik bo'lib ketgandi? Odam qo'rqidaklar. Qo'lida tayiqi bor ekan, yursizlar, uy ketayli. Yana birdan turib boqayli. Biz to'naydigan birarsimi tehi?" Yo'lovchi xelal yiqilishib qoldi. Uning kirlishib ketgan sallasi ostida g'ujmaklashib turgan uzun sochlari yuz ko'zini bosgan soqoli bilan tutishib ketgan edi. Yirtilib o'tmitish bo'lib ketgan kiyimlaridan quyuq mayda tuklari jarohat qoplagan kir uruq teni ko'rinadi. Yalang oyoq putlarini tingib olgan eski latalardan qon tepchib turadi. Er kishi ikki ayolni ko'rib hayajonlangandek bo'ldi. Ko'zlari parqirab, nimalarnidir deb varqiradi. "Voy Xudoyim, u solib babkarmi nima? Qarsila dadisiga o'xshash ikki mo'risi oldiga chiqib turmamdi. Voy qandoq qilay, shu ekan, solih babkar ekan. Onasi ko'rsa nim bo'lib ketar endi. Yugursizlar, uydagilarga xabar qilib qo'ysizlar." Yosh ayol yog'liqini qo'lida tutqunicha mahallaga qarab yugurdi. Cho'ng yoshlik ayol qo'rqib, ichida bir narsalarni o'qib, hele mahalla tarafga, hele asta qing'iyib yo'lda yetib qolgan Solixoxun tarafga qarab,
o'ttirdi turib qoldi. Hayal o'tmay mahalla tarafdan qiya-chiya yig'izar ovozi anglatib bir to'p cho'ng odam va ushoq bola chiqib keldi. Hammasining oldida Saliq Axunning oq chochliq onasi uzun hassiga tayanganicha varqirab yig'lab kelyotdi. Uni kelini yurib olgan edi. 7 yil ilgari Saliq Axun manganda quchoqda, böşükdə, ishik tüvida qolgan, hozir cho'ngi 12 yoshlarga kirib qolgan 3 bolasi birga kelgan edi. Saliq Axun birer ay yetib aran o'ziga keldi. U kishilarga Oqsu, Kucha, Ko'rli taraflarda janglarga qatnashganligini, Muhammad Axun Qari shahar atrofida o'lib ketdi deb anglaganligini aytib berdi. Badavlatning saltanati va mag'lubiyatini, orda atrofidagi ikkiyuzlimilik, munofiqlik, suiqasdlarni, qo'shinning teri-peran bo'lganini o'z ko'zi bilan ko'rgan bu yigitning lashkari yurish va janglar to'g'risidagi hikoyalari uzoq yillargacha to'g'riqliklar orasida tarqalib yurdi. Uşaq balalar qum do'nglari orasida qo'llaridagi qilichlarini egiz ko'tarib Allahu Akbar deb to'g'lab jang o'yin o'ynashatdi. Utqan taraf qum dövsi ustiga yugurib chiqib, zamoni, Yoqub Qo'shbegining zamoni, tinch bo'l, aman bo'l deb varqirishatdi. Salih Babkar dadasining qolgan do'konni qo'liga elib, babkarlikka kirishib ketdi. U kamso'z, qapqiyaman odam edi. U ko'tirib kelgan kishilar tayoqmikin deb qolgan narsa miltiq. Yana kelib ingliz miltiqi edi. Saliq Axun janglarda yurib, miltiqining naqadar muhim narsa ekanligini, miltiq bo'lgandala har qanday dushmanni yer tishiltib, jonni qo'g'liqili bo'ladiganligini tushunib yetgan edi. Yenada miltiqi bo'lsa, yuragi butun, ko'ngli to'q turadi. U kishilarga ortiqcha gap qilmay, o'zi yaxshi ko'radigan miltiqini pokiz tozalab, qo'ynida saqlab kelgan 5 tal o'q bilan qo'shib, latiga yo'gab, to'risga tiqib qo'ydi. U uni hamon bir kuni asqitib qoladi deb o'ylaydi. Badavlat hokimiyatining og'dirilishi bilan to'g'raqliqlarning sirtqi dunyo bilan bo'lgan aloqasi yana uzilib qoldi. Ular yangi hukmronlarning nima ishlarni qilayotganligidan xabarsiz edi. Turdi Axun 105 o'lib ketgandan keyin o'zlari bosh qo'shib uning cho'ng o'g'li Yusuf Axunni 105 qilib saylab oldi. Kentda hamma ish yana ilgariki tartibda davom qilaverdi. Kishilar har kuni mungluq azon ovoziga agishib masjidga chiqadi. Namoz o'qib bo'lib, nemining gunoh, nemining savob, qandaq odamning do'zaxqa, qandaq odamning jannatga yaqin ekanligi to'g'risidagi vaz nasihatlarni anglashadi. Yer teriydiganlari yerlarni terib, mol boqadiganlari mollarni ko'paytirishning g'aymida bo'lishadi. Faqatla ilgari o'shri zakat, seliq yasaq söylab üzülmey kelib turadigan noinsof Divanbek, Jallot Süpat Mirza do'rg'ular shamol uchirgandek yo'q bo'lib ketishgan edi. Anda-sanda u yer bu yerdan kelib qoladigan kishilar jahonning tinchib, kengirchilik bo'lib qolganligini, Chin davlatining ulug' xoni puhrolar hol kunini o'ngshib olguncha olvan yasaq boshqa xarajat elinmaydi deb yorliq tushirganligini yetkazishdi. Darvaqa bir necha yil o'tmay Kötek harvining chaqi ostida yonchilib so'lgan o'tchepga o'xshab qolgan to'g'raqliqlar asta-asta qaddini ruslashga boshladi. Sarg'ayib, ko'zlari pildirlab qolgan chiroylarda qizillik paydo bo'ldi.
Kishilar namozlarda yana ulug' Chinxoni uchun duo qilishadigan, Allohdan uning ko'ngliga texmi ko'proq insof, diyonat, mehr, shafqat ato qilishini tilaydigan bo'ldi. Ular Chinxoni Guangshuining davlat ishlarini isloh qilish uchun qonun o'zgartishni yo'lga qo'yganligi, islohot mag'lub bo'lib, podshohlikdan ayrilib, podshoh ordusidagi Nilufar ko'lining o'ttirisida bir uyga nazarband qilib qo'yilganligini bilmaydi. Ular keyingi o'zgarishlarni, ya'ni podshohlik taxtiga 3 yoshli Fuyining o'ltirganligini, biroq oradan 2 yil o'tibla Chin sulolasi hokimiyati og'dirilib, Jungo tarixidagi tunji jumhuriyat qurilganligini, 5000 yillik tarixga ega podshohlik tuzumining ana shundoq yo'qotilganligidanmi xabarsiz qoldi. Chunki to'g'riqliq bak chat edi. Oradan xeyli yillar o'tganda shaharga berib kelgan biri Çin padişahı og'dirilibdi degan xabarni elib keldi. Kishilar hang-tang bo'lishib, davlatda podshoh bo'lmasa qandoq bo'lib ketar deb andishaga tushib qoldi. Keyin bu andishini unutib, "Akang kim olsa yangang shu. Bizga kim qo'yibdi undaq ishlarga bosh qotirishni?" deyishdi. To'g'riqlikda qurolliq 2 cherik bilan bir amaldor paydo bo'lib qolganda, bu yerdagi odamlar dastlabda qo'rqdi, qiziqsindi. Keyin yuqoridagi amaldorlarimiz bizni unutib qolmabdi, har nima bo'lsa deyishib xo'shalmi bo'lib kelishdi. Uzun qora tovar chapan, tovar bo'k kiygan, chiroyidan yerlik odamlardan ekanligi chiqib turgan bir amaldor cheriklarni boshlab uyma-uy kirib, cho'ng kichik hamma odamni xatlab, dehqonlarning chorva mollari, terg'ili bo'ladigan yerlarning sonini elib tizimlab, bu yerning alohida tamlik paqlon go'shi va mashrablarning huzurini yetkicha surib qaytgandan keyin to'g'riqliklarning aromi buzildi. Alvan yasak, başsılık, yıkıcılar yol çapasıdan korkmay, birinin kayından bir kelişki başladı. Şeherdeki emeldarlar her akşamı bir neç xil baş, alvan yasak oylap tapadığanda kılattı. Bara yer beji, öy beji, tuz beji, otun saman beji, çay beji, yağ beji, bağ beji, bazar beji, yol beji, köyrük beji, çarvı beji, tuyak beji, tügmen beji degandek haddi hesapsız baj alvan yasaklar kishilarning gajgisidan besib tin alolmas qilib qo'ydi. Alvan yasak dastidan yer, uy, chorpoyonlarni setib xona vayron bo'lib ketgan dehqonlar, tilamchilar ko'paydi. Hunarvan kasblar do'konlarini tashladi. Xo'sh, bugun mush yergacha o'qib beray, davomini at anglag'aysiz. Aman bo'ling. Xayr xo'sh.